Bir oila bor ekan, xotin bor ekan, yolg'iz yashashar ekan. Bir kuni bir aytibdi, biz ham bir iftorlik beraylik. Kimni chaqiramiz desa, shu imomni chaqiraylik, mahallamizni imomini chaqiraylik, yaxshi odam deyishadi. Kelsa bizga ozgina pand nasihat qilsa, boshqa qilsa, biz ham bir ko'nglini olgan bo'lamiz, duosiga sazovor bo'lgan bo'lamiz, boshqa deb xotin maslahat qilib, mahallani imom domlasini iftorga chaqirishibdi. Imom domla ham kelibdi iftorga. O'sha kuni endi bozorlik qilgan-ku. Bozor qilgan, qo'llarida narsalar bilan shu bozorlikdan ozgina pul ortib qolgan pulni o'sha yerda bir javonni ustiga qo'yib qo'yibdi-da. Iftor tugabdi, domla kelibdi, suhbat qilishibdi, yaxshilab tanishibdi, duolarni olibdi, domla ketibdi. Keyin qarasa, boyagi javonni ustida pul yo'q. Ayoldan so'rabdi, pulni sen oldingmi? Ayol aytibdi, yo'q, pulni men olmadim. Kim oldi pulni? Bilmayman, kimdir keldimi uyga? Yo'q, hech kim kelmadi. Xullas kalom, domladan boshqa hech kim kelmagan uyga. Boyagi pul yo'qolib qolibdi. Endi ikkalasi domladan xafa bo'libdi. Boshqa kimdir kelganda ham uni ayblab yuborishardi-da. Boshqa kimdir kelganda ham uni ayblab yuborishardi. Aybni unga to'nkashardi. O'g'irlikda boshqani ayblash mumkin bo'lardi, lekin bu yerda imom domladan boshqa hech kim kelmagani uchun ayblaydigan odamning o'zi yo'q. Qattiq ranjibdi boyagi iftorga chaqirgan odam. Sekin-sekin shu namozlarga, masjidga namozlarga chiqib boshqa qilib tursa, shu endi imomning orqasida tursa, endi imomni o'g'irlikda ayblagani ichida. Ixlos qaytaveribdi. Imom yuradigan yo'llardan qochadigan bo'libdi. Qarshi yuzma-yuz kelishdan o'zini tortadigan bo'libdi. Oldin qancha ixlos qilgan bo'lsa, endi shuncha ichidan bir nafratlanadigan bir nima bo'lib, juda oilaviy ranjishibdi endi. Oradan 1 yil o'tibdi, yana Ramazon kelibdi. Yana hamma imom domlarni chaqiryapti uyiga iftorlikka, navbatga turib. Bular aytibdi, endi biz ham shuni qilmasak bo'lmaydi, endi chaqiramiz, endi chaqiraylik, bir orani ochib olaylik, bunday xafa bo'lib yurish yarashmaydi. Endi yuziga aytaylik, bu odamlarning ko'ziga bunday ko'rinyapti, ammo haqiqati qanaqaligini biz bilishimizni bildirib qo'yaylik. Sal yuzi qizarsin, uyalsin deb imomni nimaga chaqiribdi? Yana iftorga chaqirishdi. Imom domla yana kelibdi. Yuzlari kulgan, o'tiribdi, iftor qilishibdi. Keyin boyagi odam aytibdi, domla endi xafa bo'lmaysiz, sezgan bo'lsangiz kerak. Ozgina sizga nisbatan qalbimda bir sovush bor. O'zimda olib turibman, boshqa qilib turibman. Desa, domla ishlaringiz ko'payib qolgan bo'lsa kerak, tashvishlaringiz ko'pdir, boshqadir. Yo'q domla. Siz o'g'risiz. O'tgan yili mana shu uyda mana shunaqa masjidga pul qo'yib qo'ygandik. Shu pul yo'qolib qoldi. Uyga sizdan boshqa hech kim kelmagandi. Men ayolimni ancha qistovga oldim. Ayol bu xonaga kirmagandi ham hatto. Men sizning o'g'irligingizni bilaman. O'zingizni bunday odamlarga bunday ko'rsatib yurmang. Sizni qanaqaligingizni, qo'lingiz egriligini, aytganingizdek halol pok odam emasligingizni, ko'rsatayotganingizdek odam emasligingizni men bilaman degandi boyagi imom. Shu xo'ngrab yig'lab olgan ekan. Bu odam ham uzr, endi boyagi qalbiga qattiq tegib qo'ydim, endi haqiqatlarni achchiq-achchiq aytib yubordim. Shunga chidolmadi deb maqsa imom shu o'ziga kelibdi-da, "Yo, menga tuhmat bo'lgani uchun yig'lamayapman. Meni o'g'irlikda ayblayotgani uchun yig'lamayapman. Voqea bunaqa bo'lgandi. Haqiqatan men uyga keldim. Shu tokchaning ustida pul turuvdi. Deraza ochiq edi. Shamol bo'lib turuvdi, pullar sochildi. Men uni yig'dim, qarasam Qur'on kitob turgan ekan. Bular Qur'on o'qiydigan ekan deb ichiga solib qo'ydim. Baribir Qur'onni ochishganda ko'rishadi dedim. Men bu 1 yildan beri ochilmagan Qur'onga yig'layapman. Oching Qur'oningizni degan. Ochsa pul turgan ekan. Juda mulzam bo'lgan ekan. 1 yil domlani o'g'ri deb yurdi. 1 yil Qur'onni bir marta ochmadi. Hammamiz ham shundaymiz aslida. Oramizda qo'l bilan sanoqli odamlargina uyimizda o'sha turgan Alloh azza va jallani bizga insoniyatga yuborgan maktubini 1 yilda bir marta ochib qo'yadiganlar bor. Hech ochmaydiganlar ham bor. Unutib qo'ygan uyida o'shanda bir kitob, bir maktub
borligini unutib yashaydiganlar ham bor. Hammamiz, ko'pchiligimiz shundaymiz. Qur'onni ustini bosgani changi qancha bo'lsa, qalbniki ham shuncha bo'ladi degan bir nimalar shundandir. O'zi Qur'on Allohdan bizga kelayotgan Qur'on juda uzoq bir nimadan emas. O'zi silsilada bir 28-29 silsila bor. Alloh azza va jalla Jabroil alayhisalomga aytdi. Jabroil alayhisalom payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga aytdi. Payg'ambarimiz yonidagi sahobalarga aytdi. Sahobalar mana shu avlod 28 tami shunaqa. Eshitib kelayotganlar 28 tami shunday. Ya'ni juda uzoq bir yuzlab bir nima avlod yo'q o'rtada. Juda ham yaqin yani. Masalan, biz rosa hurmat qiladigan bir odam bizga bir maktub yo'llasa, u maktubni uyimizda eng yaxshi joyga qo'yib qo'yamiz. U maktub bizga kelganini uyimizga kelgan mehmonlarga aytamiz, hammasiga o'qib beramiz. Bu bilan bir faxr tuyamiz, boshqa qilamiz. Uyimizda Alloh azza va jalladan kelgan maktub bor. Bizga, aynan o'zi bizga kelgan maktub bor. Insonlarga. Lekin bu qadar nimaligimizdan bilmayman, buni oti ham yo'qda. Uzoq yashayotganimiz uchun Alloh azza va jalladan u esimizga ham kelmaydi. Qur'onni quchoqlab yashaydiganlardan. Qur'onni qalbida, bag'rida toshib saqlab yuradiganlardan qilsin hammamiz. Rahmat. Ashnaqa deb qo'ymaysiz deyishadi. Ashnaqa.